Qolib ketayotgan tvorogli bo'lsa, bugun ulardan mazali pechenye tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ishni xona haroratida yumshab turgan margarin, ustidan shakar va suvsiz tvoroglarimizni 1 choy qoshiqda tuz solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. So'ngra ustidan 1 choy qoshiq razrihletel hamda keragicha un solib, yumshoqqina qo'lga yopishar-yopishmas xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Xamirlarimiz tayyor bo'lgach, 3 ta teng zuvalagi bo'lib 1 soatga xolodilnikka tindirgan olib qo'yamiz. Kanalimiz rivoji uchun like va podpiskalarni ayamasanglar juda ham xursand bo'lardim. Tingan xamirlarimizni yupqaroq ko'rinishda yoyamiz va dumaloq forma berib kesib olishimiz kerak bo'ladi. So'ngra xuddi videoda ko'rgandek shakl berib yasab olamiz hamda duxovkamizga 180 gradusga 20 daqiqaga pishirgani jo'natamiz. Men bitta xamirdan 2 xil ko'rinishda pechenyelar pishirdim. Ikkinchisini bo'lsa ragalik xamiriga o'xshab kesib olib, ustilariga shakarla botirib pishirgani jo'natdim. Mana hammani ko'nglidan birdek joy oladigan pechenyeimiz tayyor. Dam olish kunlarida bolajonlarimizga bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab bering.